Barchaga salom, kanaliga xush kelibsiz. Instagramdagi trendga chiqqan videoroliklarni tomosha qilamiz hamda reaksiya qilamiz. Video ostiga like bosing. Qani unda ketdik. O'zgaribdi ko'zlar rangi. Джигит украл тебя, это причина веская. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Maman dit travailler c'est Oh, bien. Bien Instagram. mieux qu'être mal buat accompagné, Instagram. pas vrai? No sé mucho, pero te siento allá en el fondo, en mis adentro. Algo me dice que yo estoy en lo correcto, que mi esto no requiere de tu texto. Yo vengo puesto para... Sun'iy intellekt. Sen yozayotganlarim nimani anglatadi? Hop, hop. Okay. 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 Sen yozayotganlarim nimani anglatadi? Hop. Joyidamas, aqldan ozdim, to'g'ri yo'l tanlamadim, baxtimdan qochdim, hiyla-yu fitnalarga yuragimdan joy berdim, nahotki qo'limdagi omadimni boy berdim, nimalar yo'qotdim, nimalarni topdim, orzularim yo'lini birin ketib yopdim, balki bu sunuvmi, yoki taqdir peshona, meni ado qilmasa shu kichkina xona. Aytadimi hayotimga men yo'qotgan bahorlar, aytadimi suyukligim qulog'imga izhorlar, kulsam endi meni yig'latmanglar, yerda yursam yashashni menga o'rgatmanglar, ko'k devor orasidaman adab yurgan lablaridan, o'zini tutishi gaplaridan, uzoqlashib qolganidan sezardim yolg'on. Endi testosteron baland bo'lsa tasavvur qilinglar, mujikka tez u urishishga vaqti yo'q. Va desam, assalam. Testosteron u. Sen bilan teng kelaman. Sani qo'shig'ing topdim. Dilim. Я был прав, но несчастье брат. А куда мне смотреть? В камеру? G'ururli qiz bilan g'ururli yigit hech qachon birga bo'la olmaydi, bilasizmi nimaga? Chunki g'ururli qiz bir marta yuborilgan sovchiga xo'p demaydi. G'ururli yigit esa xo'p demagan joyga ikkinchi marta sovchi jo'natmaydi. Kitobda ham aytilgan ekan. To'g'ri. Haddan tashqari ochidim. Lekin g'urur Boylik borasida hech omadim kelmadi, nima qilit? Xudo menga bermadi, ota-onang boylikni sendan ustun bildi, seni sotib olishga mani pulim yetmadi. Keling bugun Bu bodring-ku, nega Erkaklar go'zallik uchun emas, kuch uchun yaratilgan. Chiroyli yuz Voy, sturishga chiqyapsizmi? Framning pasi yana Valverde. Sog'indim, kechalari kuy bilan og'inib, yoningga men
talpinib, ona soni eslayman kulib, o'rnidan olmadim, qalay boshqa jonlarim, sevgan полюбила дураков. Позвонила, не открыла и не спала, почти душила нас. Sezyapsizlarmi, oxirgi payt hayotni qizig'i qolmayapti hech kimga. Hamma majburan yashab yurgandek. Kimdirlar ota-onasi uchun, yana kimdirlar bo'lsa farzandlari uchun, yana boshqalar boshqa bir sabablarga ko'ra. Nimaga shunaqa bo'lyapti deb o'ylaysizlar? Chunki hayotning ma'nosi yo'qolgan. Ko'p odamlar oxirgi payt yashashni unutib qo'ygan. Yashamay nima qilyapti demoqchimisiz? Bellashyapti. Bir-biri bilan shunchaki bellashyapti. Ya'ni poyga o'ynayapti. Kim balandroq uy quradi, kim qimmatroq mashina minadi. Yana kim damdamaliroq to'y qiladi. Mana nima uchun hozir ko'p odamlarda kreditlar, variantlar va qarzlar burnigacha botib yotibdi. O'zi aslini olganda biz baxtli bo'lishni xohlaganimizda biz allaqachon baxtli bo'lardik. Lekin biz boshqalarga baxtli ko'rinishni xohlayapmiz. Agarda buni eplolmasak, bizga hayotni qizig'i qolmayapti. Bu dunyoda yashagimiz kelmay qolyapti. Bor yo'q shu. Aldab yurganlar bilan To'g'risini aytsam, Zulmat ichra o'tiribman, qo'limda qalam. Namoz aldab yur. tabriklasanglar bo'ladi. Men o'zimni 23 yoshimda $500,000 ga uy xarid qildim. O'rtoqlar, orzu qilishdan to'xtamanglar. Harakat qilsanglar hamma narsaga erishsa bo'ladi. Qarab, odamlar $500,000 uy yo'qotdi. Biz-chi? Bu ketishda qachon shuncha pul topamiz? Hayot bizi tarafga ham qachon qarayar ekan? Shuncha pul topmasangizchi? Nima deganing bu? Rostdan. Boy bo'lib ketmasangizchi? Hayotingiz bekorga o'tib ketgan bo'ladimi? Boy bo'la olmadingiz degani yutqizdi deganimi? Nimaga hayotda shu Instagramdagi soxta tabassumlar bilan o'lchasiz? Ular kameraga qarab kuladi, lekin kamera o'chgandan keyin jimli. Zo'r bolalar bor. Mana shu narsani Agar siz shu oilada tug'ilgan bo'lsangiz, demak siz aniq shunaqasiz. Fevral oyida tug'ilgan insonlar erkin fikr. Dunyoda Eski Changan siz tomon yo'l oldi. Hech qachon. Mana yetib yashash istashib ketdi. Qaysi biri og'irroq? A. Gantel. B. Sumka. Ular bilan uxlamasdan